Karvon ko'rdim tuyalar bo'zlab kelar. Karvon ko'rdim tuyalari bo'zlab kelar. Shundan ko'ra tovuqni tezagini yesa, bundan ko'ra yaxshiroq bo'ladi. Sallarni boshiga Xudo xolasi shu kasalliklar keladi. Ko'rasan, mana Xudoni oldida mana. Shuncha insonlar oldida aytyapman. O'ylab yoz. Malta odamlarda yomon fikrda qilib qo'yibsan. Tabib akamizga yarashmas ekan qarg'ash. Negadir bozoringiz kasod bo'lyaptimi? Qarg'ashga o'tib qolibsiz. Avvallari unaqa emas edingiz. Odamlar gapiraveradi qo'ysangizchi, ishingizni qiling o'zingiz bilib. Hali omma odamlar, qoloq odamlar ko'paygan, sizni oldingizga odam borishdan hech to'xtamaydi, aka. Xavotir olmaysiz. O'qimasdan tabiblik, doktorlik qilish faqat sizga yarashadi, aka. To'rburchak do'ppini kiying, garimdori gullikni soqqani qilsangizchi, ahamiyat bermang odamlarning gapiga. Faqat nohaq qarg'amang. Qarg'ish bo'yningizdan balanga o'tmaydi baribir. Shunaqa, aka, qarg'avermang unaqa odam. Aylanib kelib tirs etib boshingizga tushib qolmasin, unaqa qarg'amang, aka. Unaqa bola bo'lmang. Men sizni hammaga maqtayman, zo'r tabib deb. Qo'qondagi tabib haqida gapiring debdilar. Do'stlar, Qo'qondagi tabib mas. Unda na bir tibbiy salohiyat bor, na bir madaniy salohiyat bor. U odam bemorlar ustidan kalaka qilib, kulib, ularni pulini olib, o'shanaqangi ya'ni narsalarni yeb yurgan odam. Shundan ko'ra tovuqni tezagini yesa, bundan ko'ra yaxshiroq bo'ladi. Tovuq tezagi haqida qiyomatda undan so'ramaydi. Nimaga meni tezagimni yeding? Qaytar demaydi. Lekin uni oldiga borgan sodda mana shu bemorlarni olgan har bitta puli qiyomatda bundan so'raladi. Bu javob bera olmaydi. Chunki bu na Qur'on o'qishni bilmayapti. Qur'on o'qiganda va nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un biqtijoda o'qibdi. Na bir qiroat to'g'ri keladi, na bir Qur'ondan, tajviddan xabari bor. Hech narsadan xabari yo'q uni. Bu artist, bu otarchi bu. Otarchilikda ishi o'xshamagan, hozir endi mana shunaqangi sodda odamlarni aldab, hali ham pulini olib yotibdi. Sodda ham tugamas ekanda. Imom Shofiyning zo'r gapi bor. Likulli saqitatin laqita degan. Har bir teshik kulchani xaridori bor. Tushib qolgan har bitta narsani ham topib oladigani bo'ladi. O'shaning uchun u apelistga borgan odamlarga bizning murojaatimiz: Xudodan qo'rqinglar. O'zini yaxshi his qilish effekti bor. Borib bunday silab qo'ysa o'zini yaxshi his qilganday bo'ladi. O'shani videoga oladi, tarqatadi. Qolgan 1000 ta odamdan hech qanaqangi effekt yo'q. O'zi Ibn Haldunning bir gapi bor. Tog'utni deydi, ya'ni zolimni qullikka moyil xalq yaratadi degan. O'sha bu tog'ut bu. Qo'qondagi tabib tog'ut. Dini diyonatga tupurib qo'ygan odam. Allohning nomini sotib, Allohning nomi bilan sizni aldayotgan odam. Allohga soldim deb qo'yadi. Sen Allohga qarshi ketyapsan-ku o'zing. Allohga soldim desang odamlar qo'rqish kerak. Nima xalt yesang ergashish kerakmi? Ha? O'sha Alloh Qur'onda aytib qo'ygan: "Va la yag'urrannakum billahil g'arur" degan. Allohning nomi bilan aldashadi. Seni aytgan senga o'xshaganlar. Allohning nomini aytib aldaydiganlar bo'ladi, aldanmanglar. Mashalloh, mashalloh, inshaalloh desa aldanib ketaveramizmi? Ha? Birov haqqini yeyapsan, shapillatib. Allohga soldim desang qo'rqib turib, ha yeyvering birov haqqi deydikmi? Endi ba'zilar aytadi, nimaga uni qamalmayapti, nimaga uni to'xtatilmayapti? Ammo sodda oldiga borayotgan odamlar sababli. Ustidan shikoyat qilgan odam yo'q. O'zbekiston qonun davlati. Shikoyat qilmasa uni qamab bo'lmaydi. Shikoyat bo'lsa kimdir? Keyin qamaydi. Bu joyda o'sha
tibbiyot akademiyalari, tibbiyot markazlari, tibbiyot ministrligi o'zi xalqni sog'lig'ini himoyasi uchun tashabbus qilish kerak. Tibbiyotni chegaraga solish kerak. Kim nima desa kirib olib, chiqib olib, og'izga kelgan gap bilan suf kuf deb odamlarni pulini olavermaslik kerak. Biz qanaqa radikal odamlarga qarshimiz? Xuddi shunaqa, bular ham radikal odamlar hisoblanadi. Radikal bular. Xalqni ojizligidan foydalanib, ularni pulini ishlayapti. Ular unga borib o'lib ketsa shikoyat ham qila olmaydi-da. Rasmiy emas. Bir odam doktorga borsa, u joyda muammo bo'lib, kasal bo'lib o'lib qolsa, shikoyat qiladigan joy aniq. O'sha doktorxonani, o'sha joyga shikoyat qila olasiz. Lekin bunga borgan odam uyga borib o'lib qolsa, buni shikoyat qila olmaydi, chunki rasmiy emas. O'zing kelding, ketding, men hech narsa bermadim, suf dedim, xolos deydi. Qonunan hech narsa qilib bo'lmaydi buni. Xalqimizni uyg'otishimiz kerak. Tibbiyot saviyasini oshirishimiz kerak.